Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Suv filtrlari bo'yicha Qarshi Atlant Fortunaning Qarshi magazini. Masalan, mana magazinimiz lokatsiyasi Qarshi shahrining Kamandi yo'nalishi bo'yicha yo'lda joylashgan, yo'lning ustida. Bizning magazinimizda filtrlarimiz bor. Filtrlarimiz suv filtrlarimiz, damashli suv filtrlarimiz bu 3 bosqichli, 5 bosqichli, 8 bosqichgacha filtrlarimiz mavjud. Bundan tashqari производствоda ishlab chiqarib filtrlarga kerakli ehtiyot qismlar hammasi bizda bor. Katyanet ishlatiladigan ko'mir, antiskalant, kvarsiy pisok tuzlarimiz ham bor. Bundan tashqari membranalarimiz katta sanoqli 80 ga 40 vantron membranamiz, suv quyish paneli, 500 litrlik avtomat filtrimiz, bunaqa Atlant Fortunaning o'zini maxsus kullerlari bor. Kompressorni yaxtak issiq suvlar ishlab chiqaradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog' salomatmi? Charchamayapsizlarmi? Bu chiroyli obzor qilib beryapsiz. O'zimizning mijozlar uchun Atlant Fortunaning necha yillik klientlari bor, mijozlarimiz bor. Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyatiga ba'zida bir qiziq savollar keladi bizga. Qashqadaryolik, Surxondaryolik klientlarimizdan aka deydi, Buxoroning asosiy bazasidan sotib olaylik. Buxoroning asosiy bazasida narxlar arzon deydi. Biz aytamiz, yo'q, Qashqadaryoning o'zida qarshiliklar, Surxondaryoliklar uchun, Qashqadaryoliklar uchun yo'l kirasidan arzonroq tushsin deb bizdagi narx Qarshida ham shunaqa narx deb aytganimizda ba'zida ish olmaydi. Keling shu narsani ochiq oydin narxlar bilan aytib o'taylik. Narxlar bilan. Keling mana shu suv filtrimizni ruchnoy klapanligi 500 litrlik suv filtrimiz necha pulga beraveramiz? Biz Buxoroda 2050 dollarga berilyapti, Qarshida ham shuni. Xuddi shunday. 2050 Buxoroda ham, Qarshida ham 2050. Necha puldan beryapmiz Atlant suv kullerlarimizni? 80 dollardan beryapmiz. 20 tadan ko'p bo'lganlarga yana ham skidkamiz bor. bor. Buxoro bozor bilan bir xil, Buxoro bazasi bilan bir xil. Xo'p, Vantron LP 80 ga 40 membranalarimiz Buxoroda 430 turibdi. Sizda qancha? Bizda ham 430. Hech qanaqa farqi yo'q. Damashli filtrlarimizni ham qisqacha aytib o'taylik. Mana bu sensorliklarimiz, 6 bosqichliklarimiz 180 dollar. Sizlarda qancha? Bizda ham 180 dollar. Menimcha ko'mirlar, antiskalant, katyanitlar, kvarsiy pisok kerakli ehtiyot qismlarimiz ham Buxoro bazasida necha pul bo'lsa, Qarshi filialimizda ham shu, Urganch filialida ham, Buxoro shahrida ham, Toshkent shahridagi filiallarimizda ham narxlari bir xil, barqaror saqlangan. Bu faqat klientlarimiz o'ylagan holda ularga ortiqcha xarajat bo'lmasligi uchun, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatidagilar uchun arzonroq tushsin degan maqsadda shu filiallar ochilgan. Ravshan aka, mana bu do'konimizda hamma ehtiyot qismlar bor ekan, assortiment juda ham zo'r. Keling, Qashqadaryo, Surxondaryo klientlarimiz shu yerdan kelib xarid qilyapti, Xudoga shukr, yomon emas. Buxoroda bazasi turgan joyda Buxorodan kelgan klientlarga nimadir skidka qilib berasizmi? Обязательно bonusi bor ekan. Buxor eshitdingizlarmi? Bonusi bor. Любой время kelib murojaat qilishsin, bizdan xarid qilishsin. Buxoro skalatimizning narxida beramiz, undan tashqari bonus ham beramiz. Ana, Buxorolik klientlarimiz agar Qarshi shahardagi filialimizdan kelib, "Men Buxorodan keldim, Buxorodanman" desangiz, unga propiska ko'rsatish shart emas, ishonadilar, o'sha shevaslar biladilar. O'sha payt Ravshan aka gaplariga javob beradigan inson har bitta sotiladigan tovarlariga bonus qilib beradilar. Kimga shunaqa ehtiyot qismlar, suv filtrlari, suv biznesiga oid bo'lgan asbob uskunalar kerak bo'lsa, quyidagi Qashqadaryo filialimizning Qarshi shahardagi filialimizni kontaktlariga murojaat qilishlarini so'raymiz.